Hurmatli O'zbekistonning fermerlari, mana biz Krasnodarskiy kraj, Timashevskiy rayonining o'zimizning urug'chilik xo'jaligimizdamiz. Mana biz yiliga 10 ming tonna urug'lik bug'doy ishlab chiqaramiz. Mana ko'ryapsiz, bug'doyning sifati Alekseyevich sorti. Mana shu yerda 4 ming tonna atrofida urug'lik bug'doyimiz bor. Mana shu bug'doylarni biz to'liq O'zbekistonga eksport qilishimiz mumkin. Eng sifatli, eng yuqori hosillarlik urug'lik bug'doylar. Lekin hurmatli o'zbekistonliklar, ko'p O'zbekistondan tadbirkorlar, urug' sotib oluvchilar kelyapti-dan, ayrim kompaniyalar bilan shartnoma tuzyapti. Bunday kompaniyalardan ehtiyot bo'lishlaringizni so'rayman. Sababi Krasnodarda ham, Rossiyada ham juda ham ko'p noto'g'ri texnologiyada ishlab chiqarayotgan firmalar, urug'chilik kompaniyalari bor. Bunday kompaniyalardan ehtiyot bo'lishingizni so'rayman. Aks holda bug'doyni sotib olasiz, sotib olganingizdan keyin olib borib egasiz, sizning hosildorligingiz 50 sentrdan oshmaydi. Ayrim hollarda 30-40 sentr hosil olasiz. Shuning uchun qanday kompaniya bilan shartnoma tuzmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz o'sha kompaniyalar haqida to'liq ma'lumot beramiz. Marhamat, agar sizga sifatli bug'doylar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Mana yana bir marta ko'rsataman. Ko'rsatasizmi mana shu jarayonda hammasini? Mana 1000 donasini og'irligi 48 gram keladi eng sifatli urug'lik bug'doylar. To'liq texnologiya asosida yetishtirilgan.